Nechmi so'rayapsiz? Men sizniki, men xaridor, siz sotuvchi. Narx aytsangiz kelishamiz aka. Mayli, baribir buni narxini chiqarib olishimiz kerak-da, damas labay barqarorlansin. Ya, nech pul? 30 mi, 20 mi, 40 mi, nech pul demoqchisiz? Ama bu narxlarni aytmadim-ki, shunday deb turing deb. Qani oldingiz bu yangisi? Da? Keling bu yerdan, insof so'rayting-da. Kelishtirayotavering buni. Buni 45 deb yuboryapsiz. Buni radna joylari ham bor ekanmi? Radna deydi, bu yoqda kraskasi bor. Ya, kapot kraska aka. Kapot kraska. Kraska ko'p aka bunga. Ikkita ishingiz ham past sepilgan, moling ham pasti. Demak, bo'ladi, siz maydalashmayman. 22 million beraman. Ochiq oyli. To'g'ri kelsa bering, olaman. Sizniki ko'nglingiz hech bo'lmasa 30 da sotishib kelgan deyman, demang. Ya, unda tepga chiqa olmang. Biz baland. Qancha yurganda? 240 ming. Tomiga ham sepilganmi deyman. Tomiga ham sepilgan ekan. Qanday siz buni radnoda olgansiz? Sunnat usta qilgansiz ko'rgan. Ustani ham turi ko'p-da. Qaysi ustaga ko'rsatdingiz buni? Toshkentdan olib bergan menga. Ya, uy kuysin, o'sha ustani. Men usta emas, men qayerda kraska olib. Tomigacha kraska-ku buni. Ha. Endi usta endi mana bunday kraskalarning bittadan ko'radi. O'zi bilmayman. Usta ko'rib, radnoy degan shu bo'yicha olingan-da bu. Qayerda kraska bor? Mayli, bitta o'z uchun ko'rsatib oling, bilib oling, zestanchikka olib boring, mendan tashqari ham. Biron joyga olib borgan paytingiz radnoda aytmang, keyin kraska bormi desa, ko'rib ol. Mashina joylar kraska, qolgan joyini bilmayman deng. O'yladim, hozir tom radnomi deb kelib qaradim-da. Tomiga ham sepilgan, eng qiziq joyi. Usta ko'rib bergan bayog'i. Bayog'i ham bor. Ular boshqa cho'p qoladi. Instagramdan ko'rib olyaptimi? Agar shularni radnoy